Akmal Shukurovni ozodlikka chiqarib yuborgan sudyalar qamoqqa olindi. Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha 3 nafar sudyasi, shuningdek, shahar sudi raisi o'rinbosariga jinoyat ishi ochilib, qamoqqa olindi. Bu haqda Bosh prokuratura ma'lum qildi. Toshkent shahar sudi raisi sobiq o'rinbosari Murodjon Mirzajonovga nisbatan Jinoyat kodeksining 231-modda 2-qismi, 236-modda 2-qismi bilan hamda jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudining sobiq sudyalari Odilbek Ilhomjonov, Mirziyod Abidov va Muhtarama Turg'unovalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 231-modda 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu o'rinda voqea tarixiga nazar tashlasak, Akmal Shukurov 2025-yil 16-martga o'tar kechasi Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida joylashgan restoranlardan birida mushtlashuv sodir qilgandi. U o'zining tanishi 40 yoshli Xurshid bilan o'rtada kelib chiqqan nizo sababli o'zaro janjallashgan. 35 yoshli Boris esa ularni ajratishga harakat qilgan vaqtida Akmal uni urib tan jarohati yetkazgan. Zarbadan keyin Boris bosh miya jarohati, o'ng yuzidan lunji yirtilgan jarohati va spirtdan zaharlanish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Yaqinlari unda tezkor ravishda 5 soatlik miya trepanatsiyasi operatsiyasi o'tkazilganini, so'ngra sun'iy komaga tushirilganini aytgan. Voqea joyidan qochib yashiringan Akmal Shukurov ko'p o'tmay Qozog'istonda qo'lga olingandi. Ish hujjatlariga ko'ra Akmal Shukurov jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudining 2025-yil 24-oktyabrdagi hukmi bilan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, firibgarlik va bezorilikda aybdor deb topilib, unga 8 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Sudlanuvchi yuqoridagi hukmdan norozi bo'lib, sudga qilgan apellyatsiya shikoyati apellyatsiya instansiyasining sudyalari Ilhomjonov, Abidov va Turg'unova tomonidan ko'rib chiqiladi. Sudyalar birinchi instansiya sudining hukmini o'zgartirish, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirish to'g'risidagi xulosaga kelishgan. Biroq Toshkent shahar sudi raisi o'rinbosari Murodjon Mirzajonovning bosimi ostida 9-dekabr kuni Akmal Shukurovning apellyatsiya shikoyatini ko'rgan sudyalar birinchi instansiya sudining hukmini o'zgartirib, Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab, qamoq ehtiyot chorasini bekor qiladi. Jazoni uzil-kesil 3 yil 3 oy muddatga ozodlikni cheklashga almashtirib, uni sud zaldan qamoqdan ozod etib, noqonuniy va adolatsiz ajrim chiqargan. Yuqoridagilarga ko'ra, jinoyat ishi doirasida shahar sudi raisi sobiq o'rinbosari Mirzajonov hamda jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudining sobiq sudyalari Ilhomjonov, Abidov va Turg'unovalar ayblanuvchi tariqasida ishga jalb qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari Bosh prokuratura tomonidan olib borilmoqda. Ma'lumot o'rnida 2025-yil 18-dekabr kuni Akmal Shukurov ishi Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan kiritilgan protest asosida taftish instansiyasida qayta ko'rib chiqildi. Shundan so'ng jinoyat ishini apellyatsiyada ko'rgan sudyalarga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Ko'p o'tmay ular ishdan olingandi.